Akalar 350 ming so'mga H4 mini LED qay darajada yoritish kerak deb o'ylaysizlar? Pulinglar o'zinglar bilan ketishi uchun qo'limdagi turgan LEDni olishinglar kerak. Buni ikkita sababini, bittasini обязательно ko'rsataman akalar. 1, 2, 3. Yana qanchalik yorug'lik kerak akalar? 350 ming so'm hozirgi kunda ikkita odamga qilib beramiz. 350 ming so'mga qanchalik yana narsa kerak? Bitta sizlar uchun bu yoqga ham tushiraman. Bitta obzor emas. Ob'yomni bitta ko'rib baho berib qo'ying aka. Akalar, shoshilib qolamiz. Ikkitasi 350 ming so'mdan bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa, dastavka qilib ham chiqaramiz. O'ptimcha akalar, sizlar uchun ham alohida narx qilib beramiz. Faqat 10 tadan ko'p bo'lishi kerak. Hozircha 1000 ta bor. Kimga kerak bo'lsa, Latininga murojaat qilaverasizlar.